barcha odamlar, mening umoq qo'zlarim, shitlarim, qaysarlarim, barturlarim, hammalarni kechkirim xayrli bo'lsin. Oldi bilan meni rahmat aytadigan mushu o'tagan ota-onalar. Sizlarning qo'llashinglar bo'lmasa, sizlarning ro'yxatdagi iqtisodiyotga qo'llashinglar bo'lmasa, mushu qora ko'zlar bugungi mushu fursatlarga erishamagan bo'ladi. Bugungi mushu Şinjan bo'yicha o'tkazilgan yosh o'smirlarningki yilda bir qadam o'tkazilgan eng yuqori saviyali musobaqasida qo'y chempionligini ololmagan bo'ladi. Shundaqla ikkinchi bo'lib rahmat aytiladigan bizningki termik klubimiz Baxtiyor inim. Mushu inimningki o'zi yosh bo'lsin-u, mushu o'zininki parasti bilan bo'lib bo'lsin-u, mushu tijoratdagi parasti bilan mushu hammamiz ko'rib turadigan terminiki hozir sharoitini, hozirgi maydonini mushu inim yaratdi. Biz mushundaq ota-onalar qo'llagan bilan, bolalar yaxshi ko'rgan bilan biz uchun mushundaq bir yaxshi bir sahnlar, yaxshi bir maydonlar bo'lmasa, u qo'llashlarimiz yana shu joyida izida to'xtab qoladi degan gap. Shuning uchun ikkinchi bo'lib rahmat aytadiganim inim Baxtiyor. Bundan keyingi tijoratga bo'lsin, mushu aqliga texim aql keltirsin. Biz har vaqt bo'larmiz, biz o'sha joyga turdik, har vaqt senam qishimda. Bolalar oxirida sizlarning o'sha yetimlik elitariy futbol klubi bu chempionlikni qo'lga ololmaydi degan mushundaq bir ishqa radiya bayonlarni shundaqla o'zinglarningki ta'limlar bilan emas, o'zinglarningki haqiqiy shirinlar bilan sizlar o'zinglar ham sizlarning o'sha Jo'rayan Tanduyiningki haqiqiy shirisi bilan butun Shinjon bo'yicha yilda bir navbat o'tkazilgan o't yurtini talashish, o't yurti lo'qisini talashish mushqitimliq shu musobaqada hamma bir maydonda noyatimiz saviyalik musobaqani butun Shinjon xalqiga, ota-onalarga taqdim qilganlar, shundaqla ana shu qo'sh to'nqini ib kelganlar uchun men sizlardan noyatimi va xo'sh ham yana bir qator sizlarni tabriklayman. Muborak bo'lsin. Sizlar eng mo'tsi, sizlar eng qalbsi. O'zinglarga ishonlar bo'ladi. Men siz uchun musobaqa jarayonida sizlarga deb olgan gapingizni men hech kimga o'rishtirdim, qo'ygan o'rnadim. Ben size tepkili olmayan gapingizni o'zinglarga ishonlar. Sizlar eng mo'tsi, sizlar eng mo'tsi gaslar. Sizlar eng mo'tsi gaslar. Hiç kim işlenmeyen, hatta şu oturgan ota-onalar işlenmeyen. Aşağı mı başka? Taçaklı tutulan ve hiç kim işlenmeyen. Benim ballarım kulağı dedi. Ballarıma işinler, sizler mi hem özünler işinler. Bulamdı bulam. Sizler en mutlu. Onunla başka bizden bana şu ezmetlemez. Şıkıldığına tepebek uzun bulmadan, elbette onun aldıdan bu ballarımızla ecirtkan Emracan Jo'len bir gün kelenmeye kaldı. Emracan abinimizle, Emracan Jo'len durma elbette biraz rahmetimiz var. Onun başka yana bazı bir sebepler bilen bu ballarımız yanılan şu klubunu adamımızdaki yaşlı bir talışı bilen, ballarımızın yaş görüşü bilen bizim teori futbol klubumuzun talap tekbağın buldu. Şu başka şu adamların, şu bazılarımızın bizde hoş bulduk. Şu sebepten şu ballarımız var. Biz çokum en yaxşı trenerimizni, en tecrübeli trenerimizni şu ballarımız üçün acil kılalaydıgan, en müşkilinde müsaade çokum netice alalaydı da elbette hemen trenerimiz kaldı. Lekin şu müşkiller arasında biz şu kesbi toplu en cık oynagan, şu cihette tecrübesi bol dep qargan elimiz Arafat'ta şu ballarımız üçün trener qilib tayinlagan top biz to'g'ri qildik. Biz to'g'ri qildik. Sizlerle aldı bilen müzaklarının kırışçalığı adamlarının qo'llashidan başka yana Arafat trenerlarının tecrübesi bilen bu kadınlık müsabakada sizlerle Shinjon bo'yicha chempion bo'lganlar bo'ldi. Sizlerle tabriklayman, sizlerle en kaltesi. O'zinglarga ishonlar bo'ladi. Demek bu futbol degan bu narsa endi men bu o'z vaqtida ishkirde klublarda tuğan, men bu pek kichik ayrılgan, yani şu dövletimizden en çok futbol bölüşkiler qarılgan Müslüman Mo'min futbol klubidan dastlabda Shinjondan borgan men. Şununla bu yol pek uzun yol, bu koca pek
Pek uzun ko'cha bu. Bu suv ham pek cho'nqur bir suv. Shunga endi mushundaq ahvolda hozirgi shu futbolimizniki hozirgi bo'lundagi yaxshi bo'libdi deb ishlaymiz bu. Ammo yaqinda bo'lgan ishlarni o'zinglar bilsam, shunday bir paytida sizlarga o'xshash shunday bir qahramon ota-onalarni o'z farzandlarini qo'llab turib, mush futbol degan mush ko'chaga ishtirokchilar bu bahchun qahramonlik bu. Shuning sizlarni eng qattiq atolar, rasmlarga qattiq. Ben hem teriner hem üzerinin anamızda bakalım oturup da ben o şu balam için az güç çıkarmadım, az ecir kılmadım. Biz bir aile kişileri merak ettiğinde bütün vaktimizi, bütün zihnimizi hatta kendi ülkelerim oturup da hizmetleri istifa veriyoruz durup biz bütün zihnimiz, bütün vaktimizi aşımadığımız karatta 3-4 yıl vakt nasıl ettiğinde ecir kıldık. Ve üzerinin ko'nglimdagi eng yaxshi bo'lgan sharoit, eng yaxshi bo'lgan muhit, eng yaxshi bo'lgan futbol bo'yiklarining biri bo'lgan qanday futbol klubiga shu yerga tanlandi. Albatta o'zim kuchi bilan tanlandi. Bizning shu mushunga bergan zikrimiz, bergan vaqtimiz, ajrimiz bilan tanlandi. Shuningda ota-onalar ben şu sizler mangal ko'chada meni bakar, sizler tatgan dardni, sizler yaşagan pulni, sizler bergan shu zehnni ben qilib bakkanligim uchun sizlar hammalarning ko'nglingizni ben tushunalayman deb o'ylayman. Shunga qanday ish bo'lsa shu ko'chada sizlar tushunmagan qanday ish bo'lsa men bor, bizning shu joriyat tuandiyu bor, bizning klub bor. Shunga qanday ish bo'lsa biz bor maslahat qilib, shu bolalarimizning bundan keyingi kelajak yo'lini birlikte tanısak, eğer de işgal ülkelerine beriş buna bir fırsatları fakat bulmuşmu sizlerin en yaxşı tanışmalar bizim şu teori futbol beden uylayman özümce bu benim şahsen fikrim. Tanlaş sizlerle bizim o bütün gücümüz bilen klubda bu şu bazılarımızga en yaxşı şeraitli, en yaxşı meşk şeraitli, meydan şeraitimiz lazım. Şincan boyunca en aldı desek mi bu herkes mi bulap kepemez. En yaxshi meşk şeraitini, onun başka en yaxşı musabık şeraitini haberlerini alırlar. Ama bu meşkin kıdıyla bilen musabık olması yani bulmaydı. Bu yılda bir kere ötküzüldüğün bu topandaki musabıkına, bu musabıkları karab tutsak yana bulmaydı. Çünkü işgal ülkedeki ballarımız, bizden başı balların bekerek ilgiler keçilik sebep, birden bir sebep, nime insanlar o musabıka kalas. Musabıkının köprülerinin o balının seviyesi bizim balların içki torkalı yeri var. Ama bunların meşki, bazı bir mesela şu meydan şeraitleri bizimki ularni qilishmaydi deb o'ylayman. Men shuni o'ylayman endi. Shunga endi sizlarning qo'llashinglar bilan bizdeki en yaxshi afzal sharoitlarni shu bolalarimizni yaratib berishimiz bilan undan boshqa yana shu qaltis shirkatimizga o'xshash, undan boshqa bizning shirkatniki Mestan şirketiga o'xshash mana shunday korxonachilarimizning, yosh korxonachilarimizning bizni ko'plik qo'llab berishi bilan bu ish vujudga chiqadi. Çünkü şu hozir xalqaroki eng dongli klublarni xuddi bizning teatr, bizning teatrchilikmi emas. Shunday bir holatda hozirgi xalqaro to'lg'an bir klublar ayrıldı. Albatta şu klublarni sizlarga o'xshash ota-onalarning qo'llashi bilan shunday yosh maestlarimizdan, farzandlarimizning futbolni suyishi bilan, undan boshqa ham o'xshash yosh korxonachilarimizning iqtisod jihatdan qo'llashi bilan hozirgidek shunday bir keyin. Shunga bu kasbda cho'qib balarimcha bu kasbda cho'qib bir-birimizni qo'llash bo'lmasa oxiri chiqini bo'lmaydi. Bu kasbda bir chiqmaydi. Shunga gapni uzatmaydi. Mushkilimni qalbingizga bolarim, yana bir qatim muborak bo'lsin. Sizlarni qo'llagan o'rnlarni qo'llanmoqlar. Qahramon ota-onalar